Sizlarga salom bo'llar. Sizlar bilan men Swix Gamer yangi videom sizlarga obunachilar. Bugun men ishlarni sizlarga zerikarli o'tkazmasdan qilib qo'ydim. Shuning uchun video yoqmay turdim obunachilar. Men birovnilarim nimagadir ityapti, shunga bilmayman. Birov o'g'irlaganmi, mo'g'irlaganmi? Men farqi yo'q menga. Shuning uchun bizga botinka, ana endi helmet Nimaimda kam olmos. Pulim yo'q-ku bizda o'g'richilar. Paskudagi shu narsalarni yig'ib qo'ymagan, asabga tegyapti. Mana shu chimsa shapkasi yetmaydi. Mana shu boshqalarni. No, o'g'richilar bo'ldi to'g'ri o'tqolni. Bizga mana shu Jenurson. Nima bu? Ortib qolibdi-ku. Nima o'g'richilar? Ben ana kasayapman, Jenurson. Aytdingiz nimaga ortib qoldi deb. Ana bo'ldi. Ana endi bizga bitta nima 8 ta ketadimi? Bo'lmasa. 7 ta ketadi bo'lganini kimmi? No, ana endi chespatasimiz o'g'richilar kidik bo'ldi. O'g'richilar takoldi. Ana endi janob mardona boraylik. Suhbat qilib o'tiramiz endi o'g'richilar. Bizimizga ketdi obunachilar. Albatta nima qilib qo'ydingizlar? No, bolalar bilan o'rtachalar azizlar turish uchun monotonlarni kimdir sindiribdilar, albatta olib qo'yibdi. Sen o'zing yo'qlab tushgan menga farq qilma. Bittagina jon oldi shu paytgacha. Yarimta jon oldi shunday. Boshqalar esa 2 ta, 3 ta, 4 ta shunday dedim. To'g'lamaganlar. Assalomu alaykum janob mer, yaxshimisiz? Va alaykum. Jenurson. O bu kim? Kezmi? Kam bilan kelib o'tirdim. No, suhbatlashaylik deb keldim. Nima deysan endi? Nima deysan? O'tiramizda. Nima qilsan? Sen kimsan endi? Yo'qsan, janob mer, yo'q mana buni. Kirib qoldi, o'zi yurachalar chiqaryapti menga o'zicha. O'zidan chiqaryapsiz, kallaga yetishasiz. Mana uni o'ldiring, asabga o'ynayapti. Bu kim bolasi? Kamni bolasi. Kezni bolasimi? Buni sho'xlik qilmasan bola. To'xta, ketib qolibsiz. O'rqmaykan u. Janob men nima qilsam endi? Swix menga g'oya bor-da. 5 kundan bersang aytmaydim. Qishloqqa samoxona qurish kerak. Samoxona? Pulni beraman qurbek. Kreativlarga beraman. Bemalol gap yo'q. No, obunachi samoxona burishsa samoxona. Bo'ldi, hozirgi 5 soatdan keyin kreativ chiqadi. Bo'ldi, no, Word skin qilib turamiz. Nima qilsan egalem? Jenurson, sen o'zgalanmisan. Bu yaxshi kalem ekan. Yaxshimisan? Aytingchi, galim gapira olmaydi. Shu istiga yo'q. Stop, bu galim qayerdan keldi? Men bitta galim istaga. To'g'ri galimsan. Sen basharingga chiqasan. Ma kelsanmi? Ma, basharingni buzaman, basharingni tutalaman. Kel. O'ynashma. Asab ko'nasan. Senla men bilan o'ynashmayman. Voy, jog'imni sindirib tashladi yaramas kelib. Tinchini olgani uchun bizga kreativ keldi. Mana shu galim 5 soat, nasıl 1 soatgacha keldi. O'ldirgan galemlarim temirini yig'ib qo'yaman. No, bizga ini so'mit kerak emas kreativ. Bu obunachilarni endi biz hozir kreativga o'tamiz. Nima obunachilar? Mana endi o'tdi ana obunachilar. Endi bizga ketdi, samoxona qurishga. Kech qolmaydi degan umiddaman. Tushmaydigan kim turbusam shaqqa tushgan ko'rinadi. Kimni deb bo'ldi? Jamolmi? Jamolda nima qilyapti? Endi obunachilar, menga umuman farqi yo'q. Endi biz samoxonani mana shu yerdan uramiz. Mana obunachilar, biz samoxona chiroyli bo'lishi kerak.
Janob nerede yani samoxonasi. Mana 3 dan quramiz. Obunachilar 4 ga 4 bo'ladi. No 4 ga 4 emas, 5 ga 4 1 2 3 4 5 ana. O'ylagan hajmim ekan. Mana yer blokni olib olaylik. Obunachilar xalaqit qiladi. Ana obunachilar 4 ga 4 to'g'ri bo'ldi. Ana endi betidan bizga mana bu kerak. Ushlab turishga yo'q obunachilar ko'rasizlar to'xtalma hozirlarga nima bo'lishini ko'rsataman. Mana obunachilar ko'rasizlar. Shuning uchun biz buni haqiqiy taxtaga aylantirishimiz kerak. Bu bo'lmaydi. Mana biz sequoiddan quramiz obunachilar. Bu o'rtancha taxta yaxshi ham yomon. Yomoni uncha chiroyli emas, lekin yaxshi tarafi vobsheta qattiq ushlab turadi. Bu lavaga yonib ketadigan taxta emas. Shuning uchun biz mana shundan quramiz. Berichdan qurish shartmi desanglar, shart obunachilar 1 2 3 4 5 obunachilar mana 5 endi mana shu yerda devor aning 6 bo'lsin endi beri. Hajmi 6 bo'ladi obunachilar endi. 1 2 3 4 mana shu yerdan ekan. Hajm 6 bo'ladi obunachilar. Matematika yaxshi eman. O'rtanchada ba'zi paytlar dodirsilab qolishim mumkin. Bodamashi dodirsilab qolaman. Dodirlayman-da mana shu bironta savolga javob beraman deyman, shu xato bo'lib ketib qoladiki, birdaniga aytvoramanda vobsheta kallamga kelib ketadi. Men sizlarga ham shunday kommentga yozib ketinglar. Menga ba'zi paytlar bo'lib turadi. Lekin vobsheta matematikaga kallam zo'r ishlaydi. Men Jamol nima qilyapti? Yerda tayoq ko'mdimi, o'ldimi? Menga qiziq ham yo'q. Qabr videoda shunga yutqazdi, mendan umid kutgandim o'g'limlar. Chunki bizga eng muhimi Asad yutdi, uni iflos qilib tashlabdi, yaramas shitellar. Tabiatda ham asramaydi bular. O'lib ketsang o'lib ket dedi. Ana shitel qani edi nima bolakaymi? Ana bolachan, qaranglar obunachilar, vobsheta kichkina lekin yuribdi aylanib, do'dirsirab. Chinniga obunachilar. Ana endi biz hozir mana bu blokdan quramiz. Bizga mana bu kerak. Samoxon uchun yer bloklarini boshqa blokdan quramiz, sizlar ko'rsatmayman. Mana obunachilar, mana shu chiroyli bo'ldi degan umiddaman. Mana gulni tayyorlaydi. Mana shu tabiat minus taraf bironta joyga o't tiqishtiradi. Ana endi tepasi bilan pastiga samonlarni joylashtiramiz obunachilar. Eng muhimi bizga samoxona qurdik obunachilar. Vaqt o'tib ketmasdan tez qurish kerak. Chunki vaqt tugab qolsa sizlarga video chiqara olmayman. Men kadrim 15 minutdan keyingisiga kod balobatlar taqsiqlash, telefon nomer balobatlar surur asab ketadi. Ana shunaqa bugan yo'qmaydi obunachilar, shuning uchun doim sizlarga 15 minut video chiqarib qo'yaman. 15 dan oshib ketsa mana shunaqa so'raydi. Sizlar yo'qtirmaysizlar mana shuni Swix Gamer kadr tastidan video chiqara olmayapti. Yangi kadr olaman obunachilar, nima deysizlar? Eksperti ko'rdi tortsam obunachilar. Kadr vobsheta jonimga tegib ketdi. 15 minutlik oshib ketdi yo 30 minutlik yo 20 dan 15 minut 20 dan oshsa bo'ldi. Qolganini tasdiqlash so'raydi. Mana obunachilar adashmasam to'g'ri bo'ldi. Men bittan janob mer uchun fakillarni olib chiqamiz obunachilar. Chiroyli ko'rinadi. Uyga o'xshasa ham farqi yo'q menga. Mana bu yerga bitta fakil, bu yoqqa ham bitta fakil obunachilar. Ana endi eshikni jinnisidan topib qo'ydim mana obunachilar. Berish eshiklari vobsheta zo'rda. Polkasiga navbatda obunachilar. Obunachilar, videoim qiziq bo'layotgan bo'lsa, like, obuna bo'lsanglar. Shu ham yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Janob Mer kerak. Ish qilib tez qurib tashlagan yaxshi obunachilar. Video tugayapti, kadr. Yo'nana 5 minut qoldi obunachilar. Obunachilar, vobsheta charchatdim. Buni yoz bilan tabriklash kerak.
Bizdagi eng muhimi mana shu Pashenko'da bizani uyi. Mana shu Jenorsin. Obunachilar yarashib turganiga qaranglar. Yo, bu xato ketdi. Polga yarashadi demash blok. Berlaringni har xil blokdan qilganim yaxshi. Dioret yaxshi blok. Mana shu blokcha nima bu yoqqa o'yinlarni qo'yish kerak. Qattiq mustahkam o'ylab qo'yish kerak. Keyin janob men pulimni ko'proq beradi. Menga pul kerak. Shuncha boylik bilan pulni nima qilaman obunachilar? Shuni o'ylayapman. Bizga yana dioret kerak. Dioret qani mana. Уже 10 minut o'tib ketibdi. Obunachilar hozir janob menga aytdim, Tomni bitta qilaymi, hozir qilaymi deyman. Bitta qilaman desa, bilmayman obunachilar. Hozir qilishga vaqt yetmay bitta qilamiz obunachilar. Mana endi samonlarni joylashtiray obunachilar. Samon joylashishdan chiqib ketibdi. Bizga yana endi samonlar kerak. Samon blok topaylik. Obunachilar ko'rmaydi. Mana endi bizga kerakli samon urug'. Mana shulardan. Mana obunachilar endi samonlarni joylashtirib tashlaymiz. Obunachilar. Bizga eng muhimi mana shu samonlar. Janob mer qishga nima qilsa bularni hayronman o'zim o'ylayman. Qishloqqa beryapsa kerak. Shunday yo'qoldi. Mana samon qilib yo'qdi. Mana bo'ldi obunachilar. Hozir ketdi. Endi janob menga borib so'raymiz. Uchib boraylik obunachilar. Yovuz galim bilan jangim yomon bo'ldi obunachilar. Mana shu haqiqiy galim jon, to'g'rimi? Shunda u ham urmadi-ku meni. Yovuz bo'lib ketsa, lekin pachog'im chiqardim hammasini. Janob bitirib bo'ldim. Bitirib bo'ldingmi? Vijimaniyaga o'tir bo'ldi. Savol bloklarni ishlarni satimga solib qo'y. Bo'ldi. Sizlar gaplashib bemalol mana narsalarni joylayman. Obunachilar urug' qolib ketdi-yu. Ikkinchidan bitta qilgan. Xudo yetkazibdi sizga. Bo'ldi obunachilar. Joylashtirdik, endi ketdi. Obunachilar men yozmas deb o'ylayman. Chota asabni aytyapsan-da sen. Ket suvda qolib ketasan. Cho'g'ilmay yana. Endi vijmaniyaga o'tamiz obunachilar. Bo'ldi. Savol qilamiz obunachilar. Bo'ldi. Obunachilar yangi videoga ko'rishguncha sizlar bilan men Swix Gamer bo'laman.